Nasibangiz keladi. Sizga nasib bo'ladigani boshqa birovga nasib bo'lmaydi. Qadaringizga yozilgani boshqa biriga yor bo'lmaydi. Bu dunyoda sizga yozilgani sizdan qochmas. Siz qiladiganingiz duodir. Duoni hayotingizga yoyishingiz kerak va sabr bilan harakat qiling. Siz harakat qilganingiz sari nasibangiz go'zallashadi. Siz harakat qilganingiz sari nasibangiz yaqinlashadi. Siz harakat qilganingizdan keyin bu ishlar bo'ladi. O'tirib kutganingiz bilan kelajagingiz kelmaydi. Unutmang, nasibangizga yo'l ochganingizda sizga yo'llar ochiladi. Robbimiz nasibamizni va baxtimizni go'zal aylasin. Harom munosabatlardan ehtiyot bo'ling. Zero u qalbni o'ldiradi, ongni buzadi, jasadni zaiflashtiradi, ruhni kuydiradi, rizqdan mahrum qiladi va yuzni qoraytiradi. Agar bularning barchasi bugun sodir bo'lmasa, ertadan kuting. Zero Allohga qasamki, bu muqarrar sodir bo'ladi. Siz sevgan insoningizning qalbi siz itoatsizlik qilgan zotning qo'lidadir. Alloh uning qalbiga muhabbatni solganidek, o'sha muhabbatni olib qo'yish ham mumkin. Ehtiyot bo'ling, ogoh bo'ling. Hali ham kech emas. Ehtiyot bo'ling, zero badali juda og'irdir. Xotindan qo'rqadigan erkak bu dunyoda yo'q, azizlar. Mehr paydo bo'lganda ko'nglini og'rishdan cho'chib qolasiz. O'zingizni yomon tomoningizdan qo'rqib qolasiz. Avaylab yurganda shunga bir halokat bo'lmasin deb shundan qo'rqib qolasiz. Erni qo'rqitib bo'lmaydi. Iloji ham yo'q. Faqat muhabbat qo'rqitadi. Har bitta barmog'iga uzuv taqib yurishi ma'nosi bor ekan. Ko'rsatkich barmog'iga uzuv taqib yurgan ayollar erga tegim kelyapti degan ayollar bo'ladi. O'rta barmog'iga uzuv taqib yurgan ayollar kimnidir sevib qolgan bo'lar ekan. Bu barmog'iga uzuv taqib yurgan ayollar unashtirilgan yoki erga teggan degan ma'noni bildirar ekan. Kichkina barmog'iga uzuv taqib olgan ayol eridan ajrashgan degan ma'noni bildirar ekan. Eng yomoni bashmaldoga uzuv taqib olgan ayollar bo'lar ekan. Ularga erkak kerak emas ekan. Erkaksiz ham yashayveraman degan ma'noni bildirar ekan. O bo'ydoqlarim, ey bo'ydoqlarim, Allohim sizlarga rahim qilsin. Allohim bo'ydoqlarimizni, ilohim solihalarga tez kunda uylanishlarini nasib ro'za aylagin. Men ketdim. Samolyot ichida chekish qat'iyan man etiladi. U boshqa yigitni uchratdi. Mendan yaxshirog'ini. O'sha bilan uchrasha boshladi. Ketganimdan keyin u haqda boshqa hech nima eshitmadim. Adolatdan emas bu. Boshqacha tugashi kerak edi. Xonangizda yolg'iz o'tirgan payt hech kim yo'q xonada va fahshni ko'rayotganingizda esda tutingki, siz Allohning huzuriga qaytasiz va Alloh sizdan bu ko'z va ko'rgan narsangiz haqida so'raydi. Yolg'iz qolib bu fahsh filmlarni ko'rayotganingizda yodda tutingki, hozir Alloh sizni ko'rib turibdi va Alloh holatingizdan xabardor. Va men yolg'izman demang, balki Alloh sizni ko'rib turganini o'zingizga eslating. Ey aka-ukalarim, vaqt o'tmoqda. Toat yoki ma'siyat bilan bo'lsa ham o'tadi. Allohga qasamki, vaqt solih uchun ham, gunohkor uchun ham to'xtagan emas. O'zingizga eslatib qo'yingki, agar siz bu daqiqalarda sabr qilsangiz, gunohsiz o'tasiz. Lekin bu gunohni qilsangiz, ma'siyat bilan o'tasiz va yana u qalbingizda buzuqlik qoldiradi va hayotingizni toraytiradi va sizni baxtsizlikka olib keladi va ehtimol bu tufayli siz ne'matlardan mahrum bo'lasiz.